Bugunchalik kamtarona mana shu 1 kilo oshimizni yeveringlarchi. Agar mana shu kamtarona bo'lsa, tuning qilganmisiz buni? Qani unda sizlarga yoqimli ishtaha? Boshdan oldin achchiq sho'rvasi обязательно ichish kerak edi. Bismillah. Achchiq sho'rvasi yomon achchiq ekan. Achchiqni achchiq kesadi deb avval bismillah. Sho'rvani suyagi bilan yeyish kerak-da. Bismillah. Bismillah. Ukam bu qazini yeyishga yeyapman-u, buni kuchini qayerga ishlataman ekan. Opa. Ashkular bilan vahshiy boshqa ekan. Bu pomidor ukam baribir O'zbekistonniki. Qatl salat esdan. Suyur. Voy bu ukam bu qo'lim kapkir ekan-ku. Keyin sipar etaman, povur oshqozonga damlab qo'yaradi oshni. Osh vahshiy. Yoshini eslatadigan osh bo'ldi. G'ulam dodamni eslavordim men. Good, very good. Oshimiz qiynab qo'ymadimi? Rahmat, oshga gap yo'llagan mazza qildim. Men bosh yeb yoshligimni esladim. Bunaqa ta'mdagi oshni faqat shashlik guz kebabdan topishinglar mumkin. Bundan tashqari zakaz asosida xohlagan turdagi oshinglarni qilib beramiz. Shashlik guz kebabga marhamat. Qol, gap yo'llagan oshinglarga.